Assalomu alaykum. Shunaqa mo'jazgina xonadonga tunikafon qilish 2025-yilda nech pul bo'lyapti? Mana biz navbatdagi ishimizni Qo'qonda Olmazorda qilib tugatdik. Bu ishimizni mana ko'rgan bo'lsanglar, tashqari tomoni darvozaxonasi, ichkari darvozaxona, ayvonlari va shapkalarini qilib berdik. Ishimizni ko'rib baho berasizlar. Mokriy oq qilib, chiroyli kombinatsiyada qildik. Tamnovlarini ham qo'yib berdik va turbalarini ham shu holatda, chiroyli holatda tushirib berdik, hurmatli obunachilar. Ishni ko'rib baho beraverasizlar va mana bu yon tomonlarini ham chiroyli holatda yopib berdik. Bu ishimiz o'sha Qo'qonda, Farg'onada qilib berdik. 1 kvadratini barcha rasxod ichida 143 ming so'mdan qilib berdik. Uyda egasi bizga yotoq joy va 3 mahal yemoq-ichmoqqa berdi xolos. Barcha xarajat ichida biz qilib berdik. Endi darvozaxonasini mana shunaqa splashnoy rombik fason qilib berganmiz. Ya'ni shaxmat deymiz va do'ppilarga o'zgacha mokriy bo'lardi, ustiga oq qo'yib berganmiz. Va mana bu joylarini ham chiroyli qilib mokriyda yopib va mana bu joylarni ham chiroyli mokriyda yopib, ideal holatda ishimizni o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Mana ishimizni boshlaganimizga 1 hafta bo'ldi. Mana bugun o'sha ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana turbalarini ham shunaqa chiroyli holatda qilib tushirib berdik. Va undan tashqari darvozaxonasini perikosi bor edi, ya'ni ko'si bor edi. 3.10 ga darvozaxona, bu yoq 18 metr, 2 ga 17 4 metr. Lekin shunga ko'st yo'qotib olish uchun shu alkafon fasonda qildik. Ishimizni ko'rib bir qator baho berib ko'rasa, ishimiz o'ta ideal holatda bo'lib bitdi. Oldin o'rtalari rombili bo'lardi, hozir esa mana uzun patnisli ya'ni xoskorli fason qilib berdik. Ya'ni uyda egasiga barcha xarajati ichida bu ishimiz 41,5 million so'mga bitdi. Va undan tashqari mana joyiga ham turbalar tushirib berdik, chunki uy ichidan tushgan ekan, endi kanalizatsiya quvur qilib o'tkazib yuboramiz dedi. Mana darvozaxonani ko'ringlar, umuman kostini, perikosini bilintirmasdan o'tib ketdik. Xizmatlarimiz Ves O'zbekiston bo'ylab, Samarqand, Buxoro, Vodiy bo'ylab, Andijon, Namangan farqi yo'q. Chiroyli holatda ishimizni mana bugun o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Darvozaxonani mana burchagi bor edi, mana buni ham chiroyli holatda keltirib mana buni addenlik qilib, umuman bilintirmagan holatda mana shapkalarini shu holatda boshlaganmiz. Shapkalari ham ideal bo'ldi, tanlovlarini qo'yib, turbalarini qo'yib, ya'ni shu ichkari shapkalari fonning 32 metrga 120 chiqqan shapkalari, darvozaxonalari, ko'cha tomonlari, ofshi hammasi bitishi 41,5 million so'mga barcha xarajat ichida bitkazib berdik. Materialimiz 0.35 va mana bu joyini ham turbasini mana bu joydan tushirishning imkoniyati bo'lmagani uchun ikkitasini bitta qilib turbasini ulab mana yoqqa tushirib qo'ydik. Chiroyli holatda qilib ishimizni bitkazdik. Ya'ni bu ishimiz Farg'onada, Qo'qonda. Bu taraflarini ham mana chiroyli holatda nihoyasiga yetkazdik. Bemalol ko'rib baho bersalaring bo'ladi. Boshqacha bo'ldi. Buni chekalarini ham yopib, mana ishimizni o'z nihoyasini mana Farg'ona, Qo'qonda chiroyli holatda bitkazdik. Kimda kim shunaqa tunikafon xizmatlari bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Telegram, WhatsApp'larim ishlayapti. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar zakaz beringlar. Xudo xolasa chiroyli holatda qilib tunikafonlaringizni qilib bitkazib beraman. Xizmatlarimiz Ves O'zbekiston bo'ylab. Mana ishlarimizni ko'ringlar. Mana tashqari tomondan ham ko'rinishi o'ta boshqacha bo'lib ko'rinyapti. Qaranglar. Juda chiroyli. Skromniy alkafon fasonda bo'lib, mana bugun o'z nihoyasiga yetdi. Usta Habibulloh tunikafon jamoasini kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa xizmatlarimiz tez davom etyapti.